Xullas gap egasini topadi, bir nimaga maza qilamanda. Yuzma-yuz gaplashish o'rniga elchi orqali muloqot qilishingizga. Keling. Nima uchun yuzma-yuz gaplasha olmasligingizni o'zim aytib beraman. Siz esa qovoq miyangizni qiynamay qo'ya qoling. Xo'p, nima uchun yuzma-yuz gaplasha olmaysiz? Chunki aqib qo'ygan joylaringiz dahshatli darajada ko'p. Ikkinchidan, haqiqatlar yuzingizga shapaloqdek tegishini bilasiz. Keyin esa albatta meni kimligimni juda ham yaxshi bilasiz. Ey go'yo bilimdon bilmasvoylar, o'rtada nima gaplar bo'lgan bo'lsa, og'zimdan chiqqan har bir so'zimga javob bera olaman. Gap yolg'on haqida bo'lsa, kimningdir orqasini yopish uchun majbur bo'lgan joylarim bor. Aksincha bo'lsa, senlardan qo'rqadigan zarracha joyim yo'q. Senlardan qo'rqqan senlarga o'xshasin. Anavi gaplarga kelsak, senlarga gap yetkazganni o'zi aslida senlarni kimligingni allaqachon aytib bergan. Bular qanaqa inson deb surishtirgan paytimda g'irt, past, sharafsiz insonlar deb